Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati 5 fevral G'ulja inqilobining 25 yilligini xotirlash munosabati bilan Amerikaning Washington va Kanadaning Edmonton shaharlarida namoyish o'tkazdi. Washingtonda o'tkazilgan namoyishda bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi mundaq deb bayonot e'lon qildi. Ko'pchilik, yaxshimisizlar? Tünügün faşist Xitay hakimiyeti irqiy qirg'inchilik musobaqasi deb bilingan 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasining Xitoyda o'tkazilishini tabriklash murosimi o'tkazdi. Xalqaradagi nurg'ulg'an tashkilotlar hatto hukumatlar Xitoyga olimpik tantarbiya musobaqasini o'tkazish fursati bermaslik uchun nurg'ulg'an tirishchiliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, Olimpik komiteti 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasining faşist Xitoyda o'tkazilish qaroridan yanmadi. Hükümetler to'liq boykot qilolmadi yoki ojiz darajada boykot qilolmadi. Axborot vositalarini qoplagan olimpik musobaqalari faqat Xitoy hukumati, Xitoy kompartiyasining tashviqotlarini qo'llab kuchaytirdi. Xitoyga Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizilayotgan mini yuvish va irqiy qirg'inchilik siyosatidan izchil tenib olish fursati yaratadi. Shunisi aniqki, Xitoy Sharq Turkistonda millionlagan begunoh Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib, ular yo'qolish girdoviga kelib qolgan ahvol ostida Beijing olimpik tantarbiya musobaqasiga qatnashish bir cho'ng xatolik. 2 hafta ilgari xalqarodagi davlatlar olimpikni to'liq boykot qilmaganda, biz dunyo miqyosidagi insonlarni Sharq Turkistonliklarga hamkorlashib, olimpik musobaqalarni ko'rmaslik orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish faoliyatini boshlatib, axborot vositalarida musobaqani ko'rmaslikka jalb qildik. Bugungi 5 fevral kuni Sharq Turkistonliklar uchun muhim bir kun. Bugun 1997 yildagi G'ulja inqilobining 25 yillik xotira kuni. 1997 yili fevral oylarining boshlarida Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonning Ili rayoni G'ulja shahrida yuzlagan Uyg'ur musulmonlari yig'ilib, 30 nafar Sharq Turkiston mustaqillik faoliyatchilariga ishg'olchi Xitoy kompartiyasi ijro qilmoqchi bo'lgan jazoga qarshilik ko'rsatish maqsadida tinch namoyish olib borgan. 5 fevral kuni Xitoy tajovuzchilariga qarshi tinch namoyish davomlashgan. Xitoy tajovuzchilari minglagan begunoh xalqni tutqun qilib, nazorat ostiga olgan va ularga sovuq suv chechish qatorliq vahshiy dafsanda qilg'uchi usullarni qo'llangan. Namoyish Xitoy tajovuzchi hukumati tomonidan qattiq bostirilgan. Dokladlarda aytilishicha, yuzlagan Uyg'urlar shahid bo'lgan. 1997 yildagi G'ulja tragediyasi Xitoyning necha 10 yillardan buyon yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik ishg'oliyatining ravoji. Bugungi kunda G'ulja tragediyasi Sharq Turkistonda har kuni davomlashmoqda. Xitoy tajovuzchilari millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq turkiy millatlarni tutqun qilib, jazo lagerlari va turmalarga qamab, majburiy emgakka selish, sistemlik bosqinchilik qilish, tug'mas qilib o'tish, omilasini tushirib o'tish, organlarini sug'urib olib o'ldirish qatorliq chekidan oshgan vahshiy usullar bilan irqiy qirg'inchilik yurgizib yo'qotmoqda. Beijingda o'tkazilayotgan irqiy qirg'inchilik olimpik tantarbiya musobaqasi boykot qilinib, olimpikning o'tkazilishiga keng ko'lamda qarshilik ko'rsatilgan taqdirdami, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun yetarsiz edi. Dunyodagi hukumat va xalq cho'qim ahamiyatli harakat qo'llanishi kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sukuti Amerika, Kanada, Angliya, Avstraliya, Chex, Litviya, Fransiya qatorliq davlat va parlamentlarning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishiga yo'l ochdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Beijing olimpik tantarbiya musobaqasidan burun Sharq Turkistondagi Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan qilmishi haqida doklad e'lon qilmadi. Olimpikdan burun Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson haqlari direktori Mashal Pachiletning Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga yo'l qo'ymadi. Beijing Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirishga qarshi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirmaydi. Undaqda Bacheletning Sharq Turkistonni ziyorat qilishining 1944 yildagi Qizil Kirist jamiyatining Germaniya ishg'ol qilgan Chexoslovakiyadagi 100 minglagan yahudilarga irqiy qirg'inchilik yurgizib,
33 mingni o'ldirgan natsist kamplarni ziyorat qilishidan farqi yo'q. Texmi muhimi shuki, Xitoy mashal batilatni qo'llanib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikdan tenilishda ching turdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tekshirish olib bormasmi, xalqarodagi davlatlar, parlamentlar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi va ayblashi. Irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan belgilama bo'yicha Xitoyning jazolanishini talab qilib, o'z mas'uliyatini ado qilishi kerak. 27 yanvardagi cho'ng qirg'inchilikni xotirlash kunida hukumatlar, siyosiyonlar, shirkatlar, rahbarlar, tijoratchilar va jamiyat boshliqlari bir yerga jam bo'lib, xalqaro jamiyatning qayta takrorlanmasin degan va'dasini xotirlaydi. Qayta takrorlanmasin degan irqiy qirg'inchilik hozir ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda ikkinchi qatim yuz bermoqda. Agar xalqarodagi davlat hukumatlari, jamiyatlar qayta takrorlanmasin degan va'dasida ching turib, asrning insoniyat krizisi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishi, irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarini jazolashi kerak. 2020 yil iyulda Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy amaldorlari ustidan ariz sunib, sudning Xitoyning jinoyatini tekshirishi va jazolashini talab qildi. Xalqarodagi davlat hukumatlari olimpik tantarbiya musobaqasi o'tkazilayotgan paytda va ya keyin mashal bachilat Sharq Turkistonga ziyoratga berishdan ilgari sukutni buzib, xalqaro sudning tekshirishini, irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarining jazolanishini talab qilishi kerak. Nupus va ko'chmanlik ishlari direktori Aziz Sulaymonmu Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilishning zarurligini qayta ta'kidladi. Assalomu alaykum. Amerika va dunyoning har qaysi joylarida bugun namoyish chiqqan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar, Allah hammamizdan razı olsun. Bugün 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligining, G'o'lji inqilobining 25 yillik xotir kuni. Yani 1997 yil 2 ayning 5 kuni vatanimiz Sharqiy Turkistonning G'o'lji shahrida o'zlarining haq-huquqini, diniy erkinligini talab qilib tinch namoyish qilayotgan botir yoshlarimizni tajovuzchi Xitoy armiyasi naq maydonda o'q tutib qirg'in qilgan bir qora kun. Bu kun tajovuzchi Xitoy hukumati 10 minglarcha begunoh yoshlarimizni tutqun qilib, qartan sovuqda suv chechib, muzda qotirib dahshatli qiynashlar bilan jazolagan, qarindoshlarimizni umrlik turmaga qamagan, o'lim jazosi bilan yo'q qilayotgan bir musibatli kun. Biz bugungi bu namoyish munosabati bilan G'o'lji qirg'inchiligida qurbon bo'lgan botir yoshlarimizni, shahidlarimizni faxrlanib turib eslaymiz. Ularga cheksiz hurmatimizni bildiramiz. Hem ular için dua qilamiz. Cenab-ı Allah'tan ularga şehitlik mertebesi, âli derece cennet mükafatını talep qilamiz, tilaymiz. G'o'lji qirg'inchilik bo'lib 25 yildan keyingi bugungi kunda Sharq Turkiston xalqi til bilan tasvirlagisiz zulmga, dafsandichilikka, irqiy qirg'inchilik uchrayotdi. Bu qirg'inchilikdan qutulishning birdan bir yo'li avtonomiyani asli keltirish emas, o'z taqdirini o'z belgilash emas, balki davlatimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asli keltirish. Shunga biz Amerika boshliq barliq demokratik ellarni, xalqaro jamiyatni Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan bir davlat ekanligini e'tirof qilishga chaqiramiz. Bu irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatishga chaqiramiz. Xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda olib borayotgan irqiy qirg'inchilikni tizdan tekshirib bekitib, qonxo'r Xitoy amaldorlarini jinoiy jazoga tortishni talab qilamiz. Biz Amerika Tashqi ishlar mahkamasidan Sharqiy Turkistonliklarning, jumladan Uyg'urlarning siyosiy panohlik ishlariga qulaylik yaratib berishni, siyosiy panohlish iltimosini tizdan tasdiqlab berishni talab qilamiz. Qarindoshlar, bizga mustaqillikdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Mustaqil devletimiz bo'lmasa, kishilik huquqimizning bo'lmaydi, diniy erkinligimizning bo'lmaydi. Hatto mavjudligimizmi tahdid ostida. Biz Sharq Turkiston tuproqining shu muqaddas zaminning haqiqiy egalari. Qarindoshlar, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan shu qarindoshlarimiz ega chiqayli. Sharqiy Turkiston degan bu muqaddas nomga, Sharqiy Turkiston zaminiga ega chiqayli. Qo'limizdagi bu ay yulduzli ko'k bayroqqa ega chiqayli. Qarindoshlar, Alloh xolisa iman e'tiqodimiz komil bo'lsa, Xitoy tajovuzchilarini Sharqiy Turkiston zaminidan cho'qim qo'g'lab chiqarib olaymiz. Qo'limizdagi bu qon qisoslarimizni cho'qim ola olamiz.
yüzümüzdeki bu nomusni ço'qim aqlayalaymiz. Qo'limizdagi bu yulduzli ko'k bayroqni vatanimiz Sharq Turkiston osmonida cho'qim qaytadan lapildalaymiz. Tumaris Almaz xanım mühim söz qilib mundaq dedi. Biz bugun Salih Xudoyerning urulashtirgan namoyishiga qatnashib, G'ulji qirg'inchiligida shahid bo'lgan qahramonlarimizni xotirlamoqdamiz. Sharq Turkistonda hilmi irqiy qirg'inchilik davomlashmoqda. Olimpik tantarbiya musobaqasi tinchlik va birlikka simvol qilinsa, Xalqaro Olimpik komiteti Xitoyning 2022-yil Olimpik tantarbiya musobaqasiga sohibxonlik qilishiga ruxsat qildi. Hukumatlarni Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqirman. Hukumatlar faqat Olimpikni diplomatik boykot qiladi. Men Olimpik musobaqasini ko'rmaslik faoliyati boshlataman. İnsanlarning Uyg'urlar bilan hamkorlashib bu faoliyatga qatnashishini umid qilaman. Hammamiz Olimpik musobaqasini ko'rmaslikni tavsiya qiladigan rasm va manzaralar orqali axborot vositalarida bu faoliyatni keng ko'lamda qanot yaydiraylik. TFI xabar kanalining 6 fevraldagi xabarida Beijing qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasini qo'llagan shirkatlar kunda million dollar ziyon tortmoqda. Beijing qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasi Xi Jinpingning qotil kompartiyasining hokimiyati bilan hisoblashadigan xotir kunida tarixga yoziladi. Mustabid hokimiyat qandoq cho'kadi? Şirket ve qo'llovchilar Xitoy bilan munosabatlashganlik uchun xalqning o'zlarini jazolaydiganligini his qildi. Nima uchun Beijing qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasining qo'llovchilari ig'ir ziyon tortganligi bilan xotirlanadi? Olimpik tantarbiya musobaqasini hech kim ko'rmaydi. Beijing qishliq tantarbiya musobaqasi ochilish marosimida oz tomoshabinlar bilan rekord yaratdi. Qo'llovchilar nima uchun xalqaro tantarbiya faoliyatlariga yo'l berdi? Bütün dünyadaki tantarbiya askarları musobaqani qo'l telefondan veya televizordan ko'rganda kishilarning diqqatini tortqili bo'ladi. Ammo kishilar qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasini ko'rmayotidi. Ochilish murosimining Amerikadagi ko'rilishi tarixdagi eng tuvan saviyada. Juma kunki ochilish murosimining ko'rilish soni 1988-yildagi Galgariyadagi eng tuvan ko'rilish soni bo'lgan 21,1 milliondan tuvan, ya'ni 16 million. Bu Janubiy Koreyadagi 2018-yildagi musobaqaga selishtirganda cho'ng bir tuvanlash, ya'ni 43% tuvanladi. Hukumatlar faqat diplomatik boykot qilishni yo'lga qo'ydi. Ular shirkatlarning bu o'yinni qo'llashiga to'sqinlik qila olmadi. Ammo dunyoning har qaysi joylaridagi kishilar Beijing qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilmoqchi bo'lyapti. Beijing qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasiga qarata ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan bir nafrat bor. Meghan McCain irqiy qirg'inchilik markasini qo'shib, Beijing 2022-yil Olimpik tantarbiya musobaqasini ko'rmaydiganligini aytdi. Bu hol Amerikadan boshqa davlatlarda ko'rildi. Qo'shni davlat Kanadada rayslashga qatnashgan 1000 kishidan 47% kishi Olimpiad musobaqalarini ko'rmaydiganligini bildirdi. Olimpikka foydasiz kayfiyat 2021-yil 12-oydan boshlab o'rlagan bo'lib, ijtimoiy tarmoqlar Beijing qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasiga qarshi nachar kayfiyatga to'ldi. Agar Beijing qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasini ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ochilish murosimi mezgildagi Xitoyning tashviqoti ularni cho'qim qo'g'laydi. Murosimda zaharlik tashviqotlarmi bor. Murosim qarta elish mayri Dilnigar Ilhamjanni qozon chaqmoqining biri sifatida ishlatdi. Xitoy davlat tashviqoti mag'rurlik bilan Dilnigar Ilhamjanni millionlagan Uyg'urlarni o'ldirib zulm qilgandan keyingi qoldiq deb tasvirladi. Ochilish murosimi zaharlik siyosiy kun tartibi uchun sahna sifatida qo'llanildi. Xalqaro Olimpik komitetining raisi Thomas Bachning so'zidagi hilimikir aralashgan Xitoy hukumati va Xitoy do'stlarini maqtashlar ochilish murosimini Xitoy kompartiyasining yig'iniga o'xshatib qo'ygan edi. Qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasining ko'rilmanlari zarbaga uchrasa, ziyon tortqani musobaqani qo'llagan shirkatlar bo'ladi. Shunisi aniqki, musobaqani qo'llovchilar dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy dushmanlarining g'azabiga uchraydi deyildi. Breitbart xabar kanalining 5 fevraldagi xabarida Besilgan davlatga vakillik qilgan Sharq Turkiston surgundi hukumati payshanba kuni Xitoyning irqiy qirg'inchiligining qurbonlarini xotirlash uchun namoyish olib bordi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakati bilan birlikda Xitoy ishg'ol qilib Xinjiang deb atalgan Uyg'urlar ko'p sonliqni egallaydigan Turkiy xalqlar o'ltiraqlashgan davlat Sharq Turkistonning G'ulji shahrida 1997-yil 5 fevral kuni Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligiga qarshi qo'zg'algan G'ulji inqilobining 25 yilligini xotirlash uchun namoyish tashkilladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkistonning xuddi Tibetga o'xshash Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan Xitoy xalqidan madaniyat va tarixiy jihatda alohida farqlanadigan nupusga sahib ekanligini ta'kidlaydi.
Xitoy Sharq Turkistonda 2017-yildan boshlab millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, Amerika va G'arbdagi boshqa davlatlar bekitgandek irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bo'lsa-mu, Sharq Turkistonda yuz berayotgan bu irqiy qirg'inchilik necha 10 yillardan burun boshlangan. Namoyish tashkilotchilar 1997-yili 5 fevral kuni Xitoyning Sharq Turkistonda necha 10 yillardan beri yurgizib kelayotgan bostirishlarga qarata Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar Sharq Turkistonning mustaqilligi va xalqning hurligi uchun G'o'lji shahrining ko'chalarida namoyish olib bordi. Xitoy qurolli kuchlari namoyishni qurolliq bostirib, yuzlarcha kishini o'ldirdi, minglarcha kishini tutqun qildi dedi. Qatliamning 25 yillik xotira kunida dunyo Xitoyni 2022-yillik Olimpik tantarbiya musobaqasiga sohibxonlik sharafiga erishtirdi. Bu namoyish ham Olimpik tanharakat musobaqasining Xitoyda o'tkazilishiga qarshi elib berilgan namoyish bo'lib, Sharq Turkiston rahbarlarining Olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqiriq qilish va G'o'lji inqilobida o'ldirilgan va g'oyib bo'lganlarni xotirlash faoliyati bo'ldi deyildi. Mustaqillik biz bugun va'da qilgan vazifaning ruhiy mohiyatidir. Bu vazifa tarix va xalqqa va'da qilindi. Biz bu vazifani o'rindashga va'da qilganda iqtidorimizni joriy qildirish masalasi haqida ko'p o'ylandik. Natijada bizdagi qanoat va iymonning bizni muvaffaqiyat qozondiradiganligiga ishondik. Biz ishni mushundoq boshlagan insonlar. Biz izzat va shon-sharaf bilan yashashni xohlaydigan millat. Mustaqillik albatta siyosiy, pul muomala, iqtisod, adliya, harbiy va har jihatdan to'liq mustaqillikni ko'rsatadi. Men sanab o'tgan bularning birasida mustaqillikdan mahrum qilish, millat va davlatning butkul mustaqilligidan mahrum qilishni ko'rsatadi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.